Mana qo'ylar akalar. Hammasi qo'chqarmi aka? Hammasi qo'chqar. Kimga kerak bo'lsa har xil 15-20 kilogramdan tortib bu yoqqa ketib urib patologa. Mana akalar, Qur'onni qaranglar. Bu yoqda bu tarafi yaqirib ketgan. Hamma sotiladi. Hamma sotiladi. Optimga ham, donaga ham, suyib ham beradi, живой viska ham. Mana bu ikkinchi qo'ra. Bu boya qo'ra edi. Bu yerda ham qo'chqarlarmi yo ayol qo'ylar ham bormi? Bitta bu faqat qo'chqarlar bilan shug'ullanar. Mana. Bitta son sanog'i yo'q. Aka bitta o'zingizdan bilmasangiz kerak ekan nechtaligini. Ala deysizmi? Mana dumasiga qarang, osilib qolgan, ey. Zottor aka mana bunga qarang. Mana. Kakkalachalar qarang turishiga, mana qo'ylar. Xullas akalar telefon raqamini qo'yaman. Mana qo'ylar qaranglar qancha. Soni bor, sanog'i yo'q. Hammasi qo'chqar, go'shtga. Donaga ham sotadi, kiloga ham sotadi. Kimga kerak bo'lsa, opsiyib sotaman deganlar bo'lsa, yoki o'zi uchun pожалуйста. Xohlagancha bor. Orqada qarang. Mana bir to'da hozir ovqatlanyapti. Ovqat berish jarayoniga kelib. Bu mana 3-qo'ralar akani. Mana bu yerda ham. Xullas, qo'ylar, qo'chqarlar. Xullas, aka faqat shu qo'chqar biznes bilan shug'ullanayotganda tayyorlab xalqqa go'sht yetkazib berayotgan. Xohlasangiz живой holatda, xohlasangiz